Halal yesangizmi rizqingizni yeysiz, harom yesangizmi rizqingizni yeysiz. Zaten sizga taqdir qilinganni yeysiz, uningdan ortiqini yeyolmaysiz. Kambag'al odammi 3 vaqt tamoq yeydi, boymi 3 vaqt tamoq yeydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzündeki qandaqla bir canlıq bulmusun, onun rızkını Allah Teala beridi deydi. Yani her qandaq canlıqның rızkı var, onu yeydi. Yani bir ayette İnna rabbake yabsuttur rizqa limen yeşâ'u ve yaqdir deydi. Allah xalqan kişinin rızkını keng qiladi. Xalqan kişinin rızkını yeterli qiladi, o'ziga yeterli qiladi deydi. Demek hemmenin rızkını berdi. Ama insanlar aldırıp gidip haramga kol uzatıdı. Aç kalımanmı ki, pulsuz kalımanmı ki, yemeksiz kalımanmı ki deydi. Lekin rızkını Allah Teala berdi. Miyada bundaq bir kıssa var. Bir yigit, 30 yaşlardaki yigit, aç haremnin Kabe'nin işkini tutup durup, haramdan saklıgıcı Allah, toğruğa yetekligici Allah, haramdan saklıgıcı Allah, toğruğa yetekligici Allah, sana hem de sana aytiman, sana şükür kılman, deb şu duanı kıladıken de, birer saat aşı duanı tekrarlaydıken. Dua qilib bo'lgandan keyin yana da bir adam onundan so'raydigan, ay o'g'lim, siz aşı birer saatdan bir xil duanı tekrarladınız, bunun qandaq siri bor, nim bo'lgan dedi. Bunun bunda bir hikayesi var deb yigit anlatdı. Men 10 necha yil burun mushu Kabe'ga kelgandim. Mushu Kabe'ni tavaf qilib bulab, 2 rakat namoz o'qib o'tirsam, aşağıda bir hamyon tushib qolibdi. Hamyon hamda kasholak, hamda pul soldigan narsada. Qarasam, ichida chin oltin bor. Shuni tutib o'tirman, o'ylayman. Buningki İgisi nerede to hamda? Bunu yoki Allah bana berganmi to? Mushuni apirib, men hozir bir ish boshlayolmay qolgandim, pulim yo'q. Mushuning bilan bir tijoratimni boshlab, ish boshlab, keyin pul topganda, mushunchalik pulni sadaqa qilib olsam bo'larmi, qanday qilaman deb o'tirib, yo bu mening bo'lmasa, mening haqqim emas, bularmi bu haramda turib kishining haqqini men olsam qanday oldi? deb o'tirsa, bir odam e'lon qilib o'tiribdi. Mishal bir hamyon tushib qolgandi, ko'rganlar bormi degandan bu yigit to'xtab turingmi keling deb, qanday hamyonda u degandan uningki rangini, uningki hajmini deb bergan. Ichida nima bor degandan 1000 tilla oltin bor degan. Kelingmi yoki deb sanayotgan. Sanasa saq 1000 tilla oltin chiqibdi. Chiqqandan emas oltiningizni eling deb bergan. Berib bergandan u kishi bu yigitga rahmat aytish yuzasidan 30 tilla oltin berganda 30 tillani elib nayt xo'shulab, yillardan beri bir xizmatchi olsam, ya'ni burungi zamonning tili bilan aytganda qul hamda xizmatchi. Bir xizmatchi olsam deb arzu qilyotdim. Bir xizmatchi olay deb bozorga berib qarasa, nayt kelishgan bir yigit, ya'ni ishchanligi chiqib turadigan, samimiyati yuzidan chiqib turadigan bir yigit bor ekan. Shu yigitni sotman deb turibdi birisi. Qul bozorda. Qancha pul desa 30 tilla debdi. Bahada talashmayli 30 tillani berib u yigitni epdi. Elib akitibdi. Shuna bir 2 yil bu yigit uninki xizmatni qilibdi. Nayt yaxshi chiqishib qolibdi bola. Shuna yo'lda bir kuni birga ketib bo'lsa, oldida 3-4 odam kelyaptamish, shu yigitga qarab kelyaptamishcha. Bu yigit xo'jayinga deydi. Ma kelganlar mening dadamning odamlari. Dadamga meni elib ketgili kelyapti bular. Dadam asli na cho'ng boydi. Men uydan qochib ketgan. Endi siz yaxshi odamkansiz. Bu dadam uchun meni setib olmoqchi bular. Siz meni 30 ming tillarni kam sotmang. Dadam beralaydi u pulni. Ba. Qat'iy uni kam sotmang deydigan. Ma'qul deb o odamni kelib, "Men biz setib olatdik" degan. "Setib olinglar. Qancha bo'lsa 30 ming tillar" degan. Qandaq 30 ming tilla, sening 30 tillaga ağalıqını anladık deyin. Biz bazardan berib setib elinglarmisa?
anda olsa satmayman deydi. 10 ming, 15 ming, 20 ming, 25 ming chiqib eng oxiri 30 ming tillaga oladi ekan. 30 ming tillaga elib, u yigitni akidi ekan, u kishiga 30 ming tillani berdi ekan. Shunga bu 30 ming tilla bilan cho'ng bir ish boshlaydi ekan. Boy bo'ladi ekan. İşleri yürüşüdü ekan. Shuningdek mahalladagilar, "Endi yashingizmi cho'ngib qoldi, pulmi topdingiz, ishingizmi bor, endi sizni o'ylab qo'yaylar" deb. Mishad bir yaxshi bir odamning bir qizi bor-da, dadasi bir qancha yil burun vafotlab ketdi, shu qiz bilan tanishtirib qo'ysak deganki, "Ma'qul" deb tanishitgan. Tanishib u qiz yiqib qolgan buningga. To'y qildigan ular. To'y qilib uyga kirgandan keyin bir qancha kundan keyin bu qizninki ay to'yliq mundaq to'yliq chamadoni bor deymiz ya hamda. Shu kiyim-kechaklarning orasida bir hamyonni ko'rib qolganda bu. Bu hamyonni ko'rib, bu o'ziga tunishliq bir hamyon bu. Shuning bilan bu hamyon nima hikoyasi bor, nima ish qildi sizda bu hamyon? Buni bir qancha yil burun haramda ko'rgandim men buni degandan to'g'ri. Dadam o'sha hamyonni haramdan akagandi. Dadamning o'sha 1000 tilla puli bor ekan. Haramda yetib ketibdi. Yetib ketgandan keyin bir yigit tepibdi. U yigitga 30 tillani beribdi. 970 tilla mushiningda bor ekan. Dadam to'y ishlaringizni qiling mushining bilan deb dadam menga qo'yib ketdi. Dadamning menga qoldirib qo'ygan mirosi bu deytgan. Degandan keyin yigit mushi tillani tepib olgan kishi mendim deytgan. Shuni ona bir hayajonlanib ketgan ikkisi. Shuningdan keyin bu yigit deydigan. Allah Taala qo'l ko'tarib, "Ey Allah, sen nima degan ulug'? Mushu 1000 tillani menga rizq qilib sen beribsiz ekan. Shu chaqda osh odamga bermayli evagan bo'lsam-mu, mening rizqim ekan mushu 1000 tilla. Ammo men qoidasi bo'yicha o odamga topshirdim. O odam menga 30 tillani berdi, keyin 970 tillani yana menga saqlab qopti. Ya'ni shuni men olgan bo'ldim. Demak, men haramdan yegan bo'lsam-mu, mushu 1000 tillani yeydi ekanman, hozir haloldan yeyaptiman" deb shuningdan keyin Alloh taologa ha duo qilsam, mushunda shukr aytaman dedi ekanda. Demak, odam o'zining rizqini yeydi. O'zining rizqini yeydi. Nurg'un pul topgan odamlarmi bizdan odatdagi qarampayim xalq deymiz ya, odatdagi xalqdan ortiqni yemaydi. Chunki u kasallik, bu kasallik doktorninki yemang deyishi, ashuna bilan odatdagi odam yeganchilikmi yemaydi hamda. Demak, pul topgan hisob emas, ashuni haloldan yegan hisob va Alloh taoloninki halol qilib shu to'g'rilab berganni shu yegan hisob hamda. Yana bir hikoya bor. Ali radhiyallohu anhu bir kuni eti bilan ketib berib bir hammom uchrab qoldi. Men o'sha hammomga kirib bir yuyinib chiqay deb qarasa bir odam hammomning oldida o'tirgan, baka o'tirgan. Shuningga "Ma etimga qarab qo'ying. Men hammomga kirib chiqay" deganiga ma'qul deb qap kirib ketgan. Ichida o'ylaydi ekan, hammomdan chiqqaniga buningga bir 2 dirham bir ish haqqi beraman deb o'ylayotganda. Hammomdan chiqsa, ot turdi. U odammi yo'q. U otninki egiri yo'q. Minadigan egiri yo'q. Yengga qaraydi, buyon qaraydi, odammi yo'q, egarmi yo'q. Shuni otni uyga akilab, bolalarga deydi ekanda, "Sizlar bozorga berib, endi buni bir egar tepkinglarmi, otga mingil bo'lmaydi, endi bundoq" deb bozorga yo'l solgan. Salsa, haliqi o'g'lab aketgan odam ash bozorda ash egarni setib o'tiribdi. Qancha bo'ldi? 2 dirham debdi. 2 dirhamga setib olib akibdi. Shuni anglagandan keyin Ali radhiyallohu anhu deydi ekan, bu 2 dirham shu odamning rizqi ekan, Alloh belgilab beribdi ekan. Ammo u odam aldirab ketibdi. Aldirab ketmagan bo'lsa haloldan yetdi, aldirab ketib men o'g'lab ketibdi, haromdan yedi debdi. Demak, hayot mushundaq. Hayotda mushunga o'xshash misollarni hayotimizda jiq ko'rimizda. Shunga men och qolamanmiki, bolalarim och qolamiki, pulsiz qolamanmiki deb haromga qo'l uzatishga bo'lmaydi. Endi xayriyat jamiyatlari yordam
taq tutqan muşunda yerli oldu məsələn. Şununğa həqiqi ihtiyacımız bolsa, həqiqi ihtiyacımız var, onundan başqa kirimimiz yox, aşında bolsa onu alsaq buludu o. Zakat mı şundaq? Birileri bir yardım qılsa, pul bəsə, bu zakat mı ya yardım mı deb so'rash kerak da. Agar zakat desa, bizning shu zakat elishga tegishlik bo'lsak, ashunda kambag'al zakat elishga muhtoj, aynan faqirlardan bo'lsak, tamam elish kerak. Agar zakat bizga durust kelmasa, bizga durust kelmaydigan kishi bo'lsa, zakat olsa olmayman deyish kerak. Chunki o chog'da harom bo'ladi u. Biz 5 vaqt namoz o'qib turib, bütün farzlarni qilib turib, bu shunday ishlarni ba'di qo'yamda oldim deb bunda elishga bo'lmaydi. Chunki uningda kambag'allarning haqqi bor. Biz uni olmasak, bir vetkendan keyin ashunga haqiqiy ehtiyojli bo'lib qolgan. Doktorga pul to'layolmagan, bolalarning maktabiga pul to'layolmagan, nurg'un faqir, yo'qsul insonlar bor. Ashu insonlar qaylaydi uni. Ashu insonlarning haqqini biz eb olgan bo'lmizda, bu harom bo'ldi. O'g'li bo'lganga o'xshash harom bo'lma. Bunga diqqat qilish kerak. Shunga zakatga haqliq bo'lganlar elish kerak. Zakat haqliq bo'lmaganlar menga zakat durust emas deb turish kerak. Alloh taolo uningga beradi. Boshqa yerlarni halolni beradi. Ko'nglimizni ayni qanoatlik, ko'nglimizni to'q tutsak, Alloh o'ylamagan yerni beradi. Yana bir oyat var. Ve men yettaqillaha yec'al lahu makhrajan ve yerzuquhu min haythu la yahtasib. Kimki Allohdan qo'rqsa, harom yeyishdan, boshqalarga yomonlik qilishdan Allohdan qo'rqsa, Alloh unga chiqish yo'li beradi. Har qanday bir qiyinchilikda chiqish yo'li beradi va o'ylamagan yerni rizqi beradi. O'ylamagan yerni rizqi beradi. Biz Allah Taala'nın planı şundan mükemmel ki sizin rızkınızı tuğulup ölgenge kadar sizin rızkınızı şundan belgileydi ki siz hayran kalırsınız. Siz yüzünüz bir planlayamayısınız onu. Bunda kılay, anda kılay, o pulunu tapayım, mançilik pulun olsun. Onu siz planlayamayısınız. Lakin Allah'a tavşırın, Allah'a tevekkül kılın. Allah rızkını kân kılın ve halaldan bergin. Halaldan bergin de Allah'a tevekkül kılın. Allah Teala sizin işinizni sizden neçe hisse mükemmel derecede yaxşı o'rinlab berdi. Planlab berdi. Allah'ın planı aldıda sizin planınız nol. Sizin planlarınızdan her qanday bir lahzaning ichida, bir minutning ichida berbat bo'lib ketadi. Ammo Allohning belgiligini sizga har qanday yerdan keladi. Shunga nefsimizni kontrol qilish kerak. Halal yeyish uchun, halaldan yeyish uchun tirishish kerak. Siz halalni maqsad qilsangiz, Alloh taolo sizga halaldan berdi. Alloh hammamizni o'zining yaxshi bandalaridan qilsin. Amin.